Shov-shuvlarga sabab bo'lgan Chorsuv bozoridagi aravakashlarga atlas nimcha kiydirib qo'yishdi degan gaplar haqiqatga qanchalik yaqin? Ijodiy jamoamiz bilan vaziyatni o'rganish uchun Chorsuv bozorida bo'ldik va u yerdagi og'irimizni yengil qilayotgan insonlar bilan suhbatlashganimizda milliy nimchani kiyish bekor qilinganini aytishdi. Yine atlas erkeklarga u milliylikka kirmaydi. Hamma kuladi. Kuldi ham ustimizdan shunday. Kulishdimi? Kulishdi. Ayrim kishilar keldi, meni ko'ylagi bo'libdi, hamma narsasi bo'libdi, lozimi qani degan kishilar ham bo'ldi. Men shaxsan o'zimga shu gapni aytdi. Lozimini ham bermabdi dedi. Bu necha kun kiydingizlar, o'zi nimaga echdingizlar endi? Bir oylar kiydik. Yechilsin deyildi, yechildik. O'zimizni milliy cho'ponga o'xshagan kiyimni olib kiydim o'zim. Sotib olib kiydim. Necha pulga oldingiz? 50 mingga olib kiydim. Bitta kostyumimni. Kimga 50 ming, kimga 100 ming. Kimdir kiydi, kimdir kiymadi. Lekin majburiy deyishdi. Majburiy kiydik, bir oy endi kattaladi shuni bilmaymiz. Nimaga kiydirdi, nimaga ichirdi, lekin kiydirib ichirdi. Masalaga oydinlik kiritish uchun bozor ma'muriyatiga uchrashdik va mas'ul xodimga telefon orqali bog'lanib izoh oldik. Bloger bilasizmi nima deyapti? Nima deyapti? Aravakashlarga deyapti, atlasda ayollar kiyimni kiydirib atlasdan dedi. Bu shuni internetga chiqargandagi butun aravakashlar viloyatdagilar otasi bormi, akasi bormi, tog'asi bormi telefon qilib ular ishongandi. Jinni Toshkentga borib pul uchun sen ayollarni kiyimni kiydirursanmi deb otasi ham so'kkan, onasi ham so'kkan, tez yetib kelgan xalqni tinchligini buzdi. Endi adres o'sha aytilgan mana shu shos bayram, ya'ni mana qarang, Navro'z keladi. Navro'zga biz kiydiramiz. Sotuvchilarni ham mana xabaringiz bor, jurnalist bor, to'g'rimi? Navro'zga ham kiydiramiz, ammo bozorlarimiz, nafaqat bozorlarimiz, ana hozir kazlikalarimizni, qizlarimizga do'ppilarni kiygizib, bolalarimizga bir xil. Chunki Navro'z kelayotganda bayramda e'tibor qilib, hamma chiroyli atlaslarni kiyib, o'ynab, pishirib, suvalab pishiradi, to'g'rimi? Konsertlarimiz, bular ana milliy nimalar chiqamiz. Bayram paytida kiyiladi-yu. Biz misholga bayram bo'lmagan paytda kiydirmaymiz-ku, oddiy insonlarga oddiy javob bu. To'g'ri, milliyligimiz bilan qancha faxrlansak ham kam aslida, ammo tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Har bir yangilikni joriy qilishdan oldin uni yaxshilab o'ylab, keyin amalga tatbiq etgan ma'qul. Siz qanday fikrdasiz, aziz kuzatuvchilar?